faqat internetlarda ko'rgansizlar. O'zbekiston tarixida birinchi marta bir necha sekund kutib turlar, buni qaranglar, nima chiqishini ko'rasizlar. Bunaqasi bo'lmagan. Birinchisi bo'ladi bunaqasi. Qani? Mashaalloh, nima bu? Ha, nima bu? Topinglarchi o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. Qora kartoshkami bu? Nima deysizlar buni? Mana hozir kavlab oldik. Buni qaranglar. Mashaalloh. Endi sizlarga rangini ko'rsataman. Bunaqasini faqat internetlarda ko'rgansizlar, lekin bu Agrover korxonasi tomonidan O'zbekistonda yetishtirilyapti o'rtoqlar. O'zbekistonda, mashaalloh. Mana. Rangi ham chiqyapti qo'lga. Qaranglar, qaranglar. Mana. Endi buni ichini ham ko'ramiz. Agrover korxonasi haqida juda ham ko'pchilik eshitgan. O'zbekistonga shu kartoshkalarni qimmat bo'lganda eng arzon yetishtirib beruvchi korxona mana ichi. Shuni qaranglar. Hozir Valodadan so'radim, nima farqi bor desam, ko'z yumib yesa kartoshkadan farq qilmaydi deyapti. Ekzotik yaqinda oddiy kartoshka deyapti, lekin shu ekzotik ko'rinishi, mana shu ranglarda farqi bor dedi. Biz buni olib borib yeb ko'ramiz, qaynatib ko'ramiz, xudo xolasa sizlarga aytamiz. Kutib qolasizlar, yaqin vaqtlarda bir reys qilib chiqaramiz buni. Mana hozir to'g'ridan-to'g'ri 23-oktyabr kuni daladan to'g'ridan-to'g'ri o'zib ko'rsatyapmiz. Birinchilardan bo'lib O'zbekiston tarixida deb aytsak bo'ladi. Bemalol O'zbekistonda Agrover korxonasi mana shunaqa ekzotik kartoshkalarni yetishtirdi va yaqin vaqtlarda xalqimiz dasturxoniga yetib boradi inshaalloh.